Voy, menga qara, meni kiyim nega yuvilmagan? Uzr, adasi esimdan chiqib qolibdi. O'zi boru seni esing past. Olib bu yoqqa telefonni. Telefon chiqdi, o'zi balo chiqdi. Ko'zingni siydigini oqizma menga. Men sen bilan yashamayman. Ketdingmi? Namanchga chiqib ketding? Menga qara, u yoqqa kechroq boramiz. Guldo'konga hayda, ayolimni tug'ilgan kuni edi, gul olib oling. Ayolim deysanmi? Ayolimni sog'indim men ham. Nima deysan? Ishnama. Tush mashinadan ishim bor. Tushkin keyin boramiz. Yaxshimisan? Assalomu alaykum. Ya, pochcha, assalomu alaykum. Komandirovkalarga yaxshi borib keldingizmi? Ha, yaxshi. Men sal shoshib turdim. Opa, ko'chada turmasinlar, olib kiring. Hozir kelaman, pochchaman. Men tushunmadim hech narsani. Qanaqa komandirovka? Men uydagilarga bo'lgan voqeani aytmagandim. Komandirovkaga ketdilar degandim. Avvalambor senga rahmat. Uyingdagilarga meni yomon ko'rsatmaganingga. Sendagi ayollar jamiyatimizda ko'paysa, ajrashishlar soni kamayar ekan. Narsalaring yig'ishtir, ketdi uyiga.